Hormanglar. Darvozaxonasi. Darvozaxonadan kirib kelgan joyda oshxona. Letniy kuxnya deyiladi. Bu zimniy ham даже. Bitta o'tirib, ovqatlanib, yeb ichsa bo'ladi. Bemalol pozolaydi. 3 sotiklik hovlicha ijaraga beriladi. Hozir bu hovlisi. Bitta daraxt bor edi, aralab olib tashlash zarar yo'q, ikkisa bo'ladi. Mana bu yoqda hojatxonasi, hammomi hozir ko'rsataman. Mana hojatxonasi. Hammasi chotki. Bunisi hammomi. Mana titan turibdi, bu yoqda razvalka bo'ladigan bo'lsa, titan. Hay, ish yoqib qolmasin, yorib qo'ysin. Aytsa sveti bor. Svetini yoqmasdan ko'rsataman. Yo, vanna. Mana shu titan. Mana shu xonadon hovlicha ijaraga beriladi. Yana podvali bor. Yana men qizig'i katta pulga emas. Bu hovli ijaraga beriladigan summaga kvartira oladi odamlar. Ijaraga. Mana bu hol kirib kelganda katta koridor, keyin xonalarga bo'linadi. Oshxona, mana bu yerda ham uyda ham oshxonasi bor, gazi bor, kanalizatsiyalari bor, bemalol suv qo'ysa bo'ladi, itagdali. Podvalga xodi bor yana. Mana bu yerda bitta katta xonasi, mehmon kutib olsa bo'ladigan xona. Если shtoga. Pollari taxta, qishda issiq. Mana bu yerda yana bitta xonasi. Shunda ikkita xona bo'ldimi? Katta xonalar. Mana bu yerda mana 3-xonasi. 3-xonasi ham kattagina. Va 4-xonasi. Xonadan xonaga kiriladigan 3-4-si. Mana shu holatda $300 ga ijaraga beriladi. Oilaviy yashasa bo'ladi. Studentlarga yo'qlik. Kimning o'zining jihozlari bor, imkoniyati, sharoiti bor, o'shalarga rosa to'g'ri keladi. Bitta, ikkita xona, 3ta xona, 4ta xona, yana bitta uyning ichidagi ham oshxona. Mana shu koridor, otopleniyalari hammasi joyida. Hovlicha zo'r.